Mana bizda navbatdagi yangi mijozimiz Shahloxon opamiz 20 million boshlang'ich to'lov bilan 3 xonali xonadonni xarid qildilar va 40 million so'mga yaqin umumiy chegirmaga ega bo'ldilar. Tabriklaymiz. Rahmat. Nima uchun Leader House kompaniyasidan uy oldinglar? Chunki anchadan beri kompaniyani kuzatib yuruvdim. Ishlari yoqadi menga. Bu kompaniya ham arzon, bizga narxlari ma'qul keldi. Sizlarga ishlaringizga omad tilayman. Oylik to'lovlarchi? Oylik to'lovlari normalniy 9,5 milliondan to'g'ri keladi. Sizlarga ma'qul. Bizga o'zimizga ma'qul tushgani uchun Chegirmalarchi qanaqa? chegirmalari yaxshi. 40 millionga yaqin chegirma bo'ldi bizda. Lokatsiya jihatdanchi Oydin Tower loyihasiga nima deysiz? Lokatsiyasi ham rosa yaxshi. Bu yaqin anaqa Oydin bozori, klinikalar bor, Shoh bekatga yaqin, ishga borishga astronovkalarimiz yaqin, har taraflama. Shoh bekat hamma jihatdan qulay yashash uchun. Qulay, Yaxshi. bozor hammasi. Qolgan olmaliqliklarga ham tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman, kelinglar, olinglar. Hammamizga nasib qilsin. Qo'shni bo'lamiz. Qo'shni bo'lamiz. Yaxshi. Mayli. Rahmat Buyursin, sizlarga, mayli. ishlarga omad tilayman. Xo'p.